Ko'pchilik rus tilida padej mavzusi nima ekanligini bilishadi, lekin ularni o'rganishda 5 ta bosqichi borligini bilishmaydi. Hozir sizlar bilan родительный padejni o'rganishda 5 ta bosqichini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi padejlarning so'rog'i o'rganiladi. Ikkinchisi окончанияsi, ya'ni so'zlarga qo'shiladigan qo'shimchalari. Uchinchisi predloglari o'rganiladi, hamda to'rtinchisi padejning ishlatilish holatlari. 5-bosqichda esa padej bilan birikib keluvchi fe'llar alohida o'rganiladi. Misol uchun, boяться, побояться, qo'rqmoq. Я боюсь собак, men itlardan qo'rqaman. Diqqat qiling, bu gapimizda dan qo'shimchasini hosil qilish uchun is yoki от predlogini ishlatish xato hisoblanadi. Sababi quyidagi fe'llardan keyin to'g'ridan-to'g'ri otlarni родительный padej qo'shimchasi bilan ishlatishimiz kerak. Ba'zi bir fe'llarimiz bor, ularda predlog talab qilinadi va predlogsiz ishlatishimiz mumkin emas. Bu kabi fe'llar har bitta padejda bor. Shuning uchun ularni o'rganib qo'ysangiz, rus tilida to'g'ri gapirishingiz mumkin bo'ladi.